Assalomu alaykum. Arab tili talaffuzini qo'llab-quvvatlash markazi eshitadi. Labbay. Assalomu alaykum. Arab tilidagi 3 ta s harfini chiqara olmayapman. Shunga yordam bering. Ajoyib. Demak, arab tilida 3 ta s harfi bo'lib, birinchisi s harfi, ya'ni chuchuk s deymiz. Bu harfni talaffuz qilayotganda tilingizni uchi yuqori kurak tishlarining uchiga asta tegadi hamda s harfi talaffuz qilinadi. Bu harfni sukunli talaffuz qilganingizda as deb talaffuz qilasiz va u chuchuk holda eshitilinadi. Ikkinchi harfimiz sin harfi. Sin harfimizni talaffuz qilayotganimizda tilimizning uchini pastga kurak tishlarimizni ichki devoriga tegizamiz. Bu harfni sukunli holatda talaffuz qilganimizda as deb talaffuz qilinadi. Uchinchi harfimiz sod harfi. Sod harfimizni talaffuz qilganda esa tilimizni uchini pastga kurak tishlarimizni milk ulangan joyiga tekkizamiz hamda tilimizni tubini ko'taramiz. Sukunli holatda talaffuz qilganimizda as deb talaffuz qilinadi. Ma'lumot sizga tushunarli bo'ldimi? Rahmat kattakon, juda ham foydali bo'ldi. Xo'sh, siz qaysi harf talaffuzida qiynalyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring. Qo'llab-quvvatlash markazi sizga yordam beradi.